Bitta ko'ringlar. Parageneratorlarning ichida full varianti shu bo'lyapti. Bu yerda dizayn umuman o'zgaryapti. Asosiy qulayligi siz suvni solib ishlataverasiz. Musor yig'iladigan bo'lsa, misol uchun xlor yig'iladigan bo'lsa, bu o'zi avtomatik sho'tga yig'ib qo'yaveradi. Bolaga детский защита ham o'ylangan. Mana bunisi bundoq qilib qo'ysanglar, bunisi chiqmaydi. Qalin, qaranglar. Mo'shni ishlangan bor, gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda prochniy ishlab qo'yibdi kabellar. Umumiy 2 metrga yaqin bo'ladi. Displey bilan jihozlangan bo'ladi. Gorizontal va vertikal eco rejim bu odatdagidan kamroq tok ishlatadi va iCare funksiyasi bor va turbo rejimi bor, boost rejimi bor. Kelinglar, sizlar bilan boost rejimida par berishini bitta sinab ko'ramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. 9 bar davleni 750 gram parovoy udar bo'ladi. Sizga shu mahsulot yoqdimi? Kommentariyada izoh qoldiring. Mahsulotimiz narxi bo'lsa $450. 2 yil kafolati bilan xarid qilishingiz mumkin. Pastki kontaktlar bo'yicha aloqaga chiqaverasiz.